Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz Bek Mobil kanalimizda arzon savdo ishqibozlari. Hozirda sizlarga o'zimizda bor telefonlarimizni qisqacha ma'lumotini beramiz. Bugungi chисло shanba kuni 6-dekabr, xudo xohlasa bugun qo'yishga harakat qilamiz videoni. Har bir telefonda alohida rasm, video ma'lumotlari keng talqinday ma'lumot Telegram kanali bo'ladi. Telegram kanalimiz video kommentariyasiga joylab o'tamiz. Manzillarida o'tib o'taylik. Sharxon shaharda, Andijon viloyati Sharxon shahrida joylashgan Makro supermarket 2-etajda O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz bor. Yoqtirgan telefonlarni dastlabki qilib beramiz. Borgandan ham to'lov qilsalar ham bo'laveradi. Faqat zaklab tashlab berasizlar 200 ming, 300 ming so'm. Bu nima to'lov usuli chetdagi musofirdagi do'stlarimiz uchun o'ta ham qulay bo'lyapti. Sababi uydagilarga ancha telefon podarka qilishdi, yoqtirgan telefonlarni xudo xolasa. Xo'p, bo'lmasam boshladik obzorimizni. Obzor boshlashdan oldin kim qayerdan bizni tomosha qilyapti, video kommentariyasiga yozib qo'yinglar, xursand bo'lib qolamiz. Xo'p, bo'lmasam boshladik. Bismillah. Xo'p, Redmi Note 8 Pro telefonimiz do'stlar. Egiroy telefonlarda arzonchi variantlari mashlab qoldi. Menimcha hozirda 698 tal variantda telefonimiz ayni soni xudo xolasa garantiyalar bilan qilib beramiz. Telefonimiz narxini 1 million so'mga qilib beramiz telefonimizni. Xo'p, yana bitta Redmi telefonimiz. Redmi bu Poco ekan, A3 ga o'xshagan Poco C61 modelimiz. 428 ta variantda karotada dokumentlargacha bor telefonimiz. To'liq rabniy holatda emekidan o'tgan. Telefonimiz narxini ataga 750 ming so'mga qilib beramiz do'stlar. 11R Note 11R deyiladi telefonimiz do'stlar. Telefonimiz to'liq rabniy holatda 5 koробка variantda do'kon tomonidan garantiya beriladi. Emekidan o'tgan ayni soniga buni plus tomonidan 5 ham poddesha qiladigan telefonimiz. Xo'p, telefonimiz narxiga keladigan bo'lsak 850 ming so'mga qilib beramiz. Arzonchi, xotirasi baland, radnoy telefon so'raganlar uchun Artel firmasiniki Quadro degan ekan, 64 talik variantda karob dokumenti yo'q, ixchamligi ham yaxshi ekan buni. 64 talik batareykasi ham normal yetib bersa kerak menimcha, xudo xolasa. Narxi 450 ming so'm. 450 ming so'mga 64 talik nima joylari ham, zaryadchi joylari ham Type-C tushadi, hali budjetniy klassdagi variant emas. Note 9 telefonimiz do'stlar, to'liq rabniy holatda karob dokumentlari bor, 64 talik variantda telefonimiz narxini 650 ming so'mga qilib beramiz. Yana arzonchi modellarimizdan Samsung A04s do'stlar, 428 talik variantda karob dokument, to'liq rabniy holatda emekidan o'tgan. Telefonimiz narxini 1 million so'mga qilib beramiz, to'liq 1 million so'mga. A14 ishqibozlar uchun do'stlar, 64 talik varianti bor, 5 korobka varianti adashmasam, korobkasi yo'q edi, do'kon tomonidan garantiya beriladi. Narxini 750 ming so'mga A14. Endi xuddi shuni 108 talik varianti va korobka dokumentligi bor. Buni do'stlar sizlar uchun 1 million so'mga qilib beramiz. A14 1 million so'mga 4 ga yoki 6 ga 108 talik variantda. Xo'p, Tecno Spark 20 telefonimiz to'liq rabniy holatda 256 talik variantda, 256 talik kanonkalar stereo, tevadan pastdan bo'ladi, ancha-muncha qatman netmaydi. Korobka dokument holatda emekidan o'tgan telefonimiz. Narxiga keladigan bo'lsak 1 million 200 ming so'mga 256 talik telefon olishinglar mumkin. Xo'p, Note 12 do'stlar, to'liq rabniy holatda 6 ga 108 talik variantda, korobka dokumentlargacha bor telefonimiz. Holatlari ham yaxshi holatda, ayni soniga garantiya bergan holatda telefonimiz narxini 1 million 250 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p, 1 million 250 ming so'mga Redmi 12 ham bor. Bu nargisi Note edi, bunisi Redmi 12 do'stlar. Xo'p, buni narxini 1 million 250 ga qilib beramiz. Bu sababi 256 talik variantda korobka dokumentlarigacha bor telefonimizda. Hozirgi kunda yangi modellardan hisoblanib turgan Redmi 15C modelimiz do'stlar. Holatlari to'liq rabniy holatda, bunaqangi chiroyli svetda, korobka dokumentlari bor, emekidan o'tgan. Adashmasam batareykasi ham mo'shni chiqqan, 6000 ming, 6,5 ming, shunaqa adashmasam 108 talik variantda. Telefonimiz narxini 1 million 200 ming so'mga qilib beramiz. 1 million 200 ming so'mga yangi model, batareykasi yaxshi, dizayni chiroyli, menimcha puliga arziydi bo'lsa. Xo'p, korobkasi yo'q. Honordan 7C modelimiz, X7C modelimiz do'stlar, 6 ga 108 talik variantda, 5 korobka, do'kon tomonidan garantiya beriladi. 1 million 300 ming so'mga qilib beramiz. Honor ishqibozlari uchun do'stlar, yangidek holatda desak bo'laveradi, bitta nuqtasi yo'q bo'lsa telefonimizda, korobka dokument, zaryadchi, ikkita chexoli ham bor bo'lsa, yangi telefon qanday bo'lsa, o'shunday holatda bo'lsa, unga 100% garantiya beramiz. Xo'p, telefonimiz narxini 2 million 400 ming so'mga qilib beramiz. Buni yangisi $260 atrofida sotilayotgan telefon hozirgi kunda. Yangini o'rniga yangidek holatdagisi do'stlar. X9C anchalar qimmat sotiladigan telefon do'stlar. Qo'tirib qo'ydik. Ozmoz g'alati izlari bor edi. Bitta salafan tortib qo'ydik. Cho'tka bo'lib qoldi. Ayni soni yo'q, qirilgan, cho'qilgan joyi yo'q.
hamyon butun holatda, korobka dokumentlari bor, bez zaryadchi holatda. Honor X9C. O'sha hozirgi kunda endi D sotilyapti. Undan oldingi trenddagi telefon hisoblanadi. Buni narxini do'stlar sizlar uchun 2.300.000 so'mga qo'yib beramiz. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. Bunaqa narxga hadam bo'lavermaydi. To'liq radnoy holatda, korobka dokument bez zaryadchi holatda. Batareyasi mo'shni dizayni chiroyli apparatura yo'nalishi do'stlar. Tecno Power Neo 6 adashmasam 6.8 tili variantda do'stlar telefonimiz. Xo'p, ayb nuqsoni xudo xolasa yo'q, do'kon tomonidan garantiyalar beramiz. Kolonkalar stor ekan. Batareyasi 7000 mAhli o'zimiz ham ishlatib ko'rdik. Anchalar shustr ishlaydigan, o'ta ham silliq ishlaydigan telefonimiz. Kameralar ham taniq. Narxiga keladigan bo'lsa, do'stlar, narxini 1.200.000 so'mga qilib beramiz. Infinix'dan do'stlar Note 30 Pro'si besprovодной zaryadga oladi do'stlar. Zaryad xo'p, JBL kolonkalarni jihozlangan, ikki tomonlama kolonkalari bor. Stereo hisoblanadi do'stlar. 8256 tali variantda, korobka dokument zaryadchi chexol full box holatda telefonimiz. Narxini 1.900.000 so'mga qo'yamiz. Xuddi Infinix firmasida Infinix ham normalniy zo'r telefonlari bor, hali arzonchi modellardan tashqari. Bular ham xuddi normalniy telefonlar. Masalan, Note 13 Pro ni o'rniga buni bemalol taklif qilaveramiz. Sababi undan kerak bo'lsa bellasha oladi, kerak bo'lsa ustun tomonlari ham bor. Yana bitta Infinixdan do'stlar, ancha-muncha simmetriya qilib ishlangan 040 telefonimiz do'stlar. Infinix 040 dizayni ham o'ta ham chiroyli, bunaqangi orqasiga chiroyli plyonkalar tortib qo'yilgan, korobka dokument zaryadchi full box holatda bu ham. Uni narxini 2 million so'mga qilib beramiz. Qo'tir YouTube'dan obzorni ko'rib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Yaxshi, kuchli telefon. Xo'p, buni kechagi kuni Instagramga ham, TikTok, Telegramga ham qo'yib berdik. Haqiqiy igroy telefonlardan hisoblanib turgan Infinix GT 20 Pro telefonimiz do'stlar. 12 operatorga plus 12 qo'shiladi. 256 tali variantda korobka dokumenti bor, katta korobkadan bez zaryadchi holatda. Ayni songa garantiya bergan holatda telefonimiz narxini $245 ga qilib beramiz. 2.900.000 so'm atrofida bo'ladi. $170 atrofida yangi sotilayotgan Note 50 Pro'si bu do'stlar. Infinix'dan bu ham JBL kolonkalar bilan jihozlangan, titaniy svetda. O'ta ham dizayni ham chotki bogatli telefonga o'xshab chiqqan do'stlar. Besprovодной zaryadga oladi. Plus tomonlar dizaynlari ham o'ta ham mo'shni. Korobka dokument zaryadchi full komplekt holatda. Adashmasam 3 kun yoki 4 kun ishlatdim dedi egasi. Shunaqa deb olib qoldik. Dolasi telefonimiz yangidek holatda desak bo'laveradi. Yangisini $270 atrofida olishdan o'rniga $210 ga bizdan 3 kun yoki 4 kun ishlatilganini olishingiz mumkin. Xo'p, Redmi ga o'tdik do'stlar. Redmi 13 Pro Plus 5G modelimiz do'stlar. 12 operatorga yarim terabaytli 512 talik korobka dokumentlari bor telefonimiz. Narxiga kelgan bo'lsa, e'tibor bergan joy do'stlar, $215 ga 12 ga 512 talik. Xo'p, Redmi 13 Pro Plus bu. Pro bilan adashtirib qo'ymaysizlar. Xiaomi'dan do'stlar flagman modeli hisoblanadi. Redmi'ning flagman modeli 12 ta do'stlar, 8 ga 180 tali variantda ayni songa garantiya bergan holatda $200 ga beramiz. Korobka dokumenti bor. Endi xuddi shuni ukasi hisoblangan 11 ta modelimiz do'stlar. Adashmasam 256 talik ekan. O'chib qolib shekilli. 256 talik yoki 180 talik variantda korobka dokumentlari bor. To'liq radnoy holatda telefonimiz. Narxi ham arzon narxlar bilan igrovoy, ham kamera uchun ham igrovoy ham ishlatgani normal yaxshi telefon, shu sir telefon qidirganlar uchun tavsiya qilaveramiz bemalol. Narxini 1.850 ga qidiramiz. 11 ta korobka dokumentlari bor. Ayni songa garantiya beramiz. Xo'p, 13 Pro do'stlar, 8 ga 180 tali variantdagisi bu. Korobka dokument radnoy holatda 1.800.000 so'mga qilib beramiz. Xuddi shuni yarim terabaytligi bor, 12 operatorga 512 talik yarim terabaytlik 13 Pro do'stlar. Ikkalasining korobka dokumentlari bor, radnoy imikdan o'tgan. Bunisini 2 million so'mga qilib beramiz. Foydalanib qolsa bo'ladigan telefonlarimizdan do'stlar, Redmi Note 13 telefonimiz do'stlar, 8 ga 256 talik varianti, 108 megapiksel kamera, adashmasam 120 Hz da ekranda ishlab beradi ekan buni ham. Korobka dokument radnoy holatda, 8 ga 256 talik variantda narxini 1.400.000 so'mga qilib beramiz. 1.300.000 so'mga bo'lsa do'stlar, 8 ga 108 talik, 6 galik emas, 8 ga 108 talik korobka dokument radnoy holatdagi Note 13 modelimiz do'stlar. Redmi Note 10 turlarimiz do'stlar 1.700.000 so'mga bor, 1.750.000 so'mga bor. Korobka dokument zaryadchiligi 1.750.000 so'm, bez zaryadchi 1.700.000 so'm. Holatlari o'ta ham zo'r holatda, egasi yo'qolgan holatda. Xo'p, iPhone'ga o'tishdan oldin Androidlarni tugatib ko'raylik do'stlar.
Xo'p, A16larimiz ham anchalar byudjetli narxda bo'lib qolgan do'stlar. A16 6 va 4 ga 1.8 variantda 1.650.000 so'm, 1.700.000 so'mdan qilib beramiz do'stlar. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. 1.800.000 so'mgacha sotib turdik. Rabnoy holatda korobka dokumentlari bor. Samsung A16 telefonlarimiz. Xo'p, bu yerda 256 lar bor do'stlar. 256 lik yangidek holatda bunaqa chiroyli svetdagi do'stlar 2.100.000 so'mga qilib beramiz. 1.950.000 so'mga qorasini qilib beramiz. Sababi holatida bo'ldi. Bu ham rabnoy holatda, faqat oz-moz izlari bor ekan. Bilinmas. Shuni hisobiga do'stlar, bunisi endi yangidek holatda. 1.950.000 so'mga, 2.100.000 so'mga. Mana telefon hammasi do'stlar holati. Ikkalasi bir xil telefon, lekin narxida farqi bor. 1.700.000 so'mga M16 5 modelimiz, 1.500.000 so'mga ham M16 5 modelimiz bor. Farqi aytganimizdek holatda. Bu ham yangidek holatda, shu bir hafta u yoqda ishlatilgan yo ishlatilmagan. Bunisi endi oz-moz izlari chiqqan, lekin chig'iltayda bilinmaydi. Asosiysi rabnoy holatda emekidan o'tgan. 1.500.000 so'm, 1.700.000 so'm. A35 modelimiz do'stlar, anchalar sho'stri ko'pchilik yoqqan telefon, bunaqangi chiroyli svetda do'stlar, korobka dokument to'liq rabnoy holatda, 6 ga 1.8 variantda. Telefonimiz narxiga keladigan bo'lsa do'stlar, 1.900.000 so'mga qilib beramiz. Yaxshi telefon, yaxshi narxda to'g'risan xizmatlarni qiladi. Endi bo'lsa A35 5 modelimiz do'stlar, 2 million so'mga ham sotdik, lekin holatiga qarab, har doim aytamiz, holatiga qarab. Eng yaxshi sifatli telefonlardan ilinayapmiz. Sababi 100.000-200.000 so'mga qaramasalar o'zlariga yoqmaydigan, masalan, yangidek telefon olishinglar mumkin, lekin masalan katta farq qilmaydi. Uringan, cho'qlanganlar ham rasaqsi 300.000 so'm farq qiladi. Undan ko'ra idealini oling, yoqadiganini oling, bitta joyiga ko'zi tushsa, mana bu jirkanmaydiganini oling. Shunday holatdagi A35 5 modelimiz do'stlar, yangidek holatda desak bo'laveradi. Ideal holatda telefonimiz narxini 2.300.000 so'mga beramiz. To'liq rabnoy yangidek holatda korobka dokumentlari bor. 54 5 modelimiz bor do'stlar. Chetga chiqib ketadiganlar uchun taklif qilsak bo'ladi. Sababi hozirgi kunda 2 million so'mgacha sotilayotgan telefon do'stlar, sizlar uchun 1.600.000 so'mga qilib beramiz. Sababi bez emeki holatda telefonimiz. Xo'p, hozirgi kundagi apartgan so'nggi vakillaridan hisoblanib turgan A56 5 modelimiz do'stlar. Holatlar aytib o'tganimizdek zo'r holatda, ozgina ishlangan holatda. Korobka dokument kabel ham bormi-ki yo'q, adashmasam. Xullas telefonimiz yangidek holatda, bu ham bunaqangi chiroyli svetda. Narxiga keladigan bo'lsa, do'stlar 280 dollarga qilib beramiz do'stlar, 280 dollarga A56 5 do'stlar. Yangidek holatda. Buni yangisi adashmasam 350 dollar atrofida sotilyapti hozirgi kunda. S10 Plus holati ideal holatda, koreyskiy bitta sim kartali do'stlar. Ayni sonaga garantiya bergan holatda 1.900.000 so'mga qilib beramiz. S10 5 hozirgi kunda 200 dollargacha kerak sotilayotgan. Holatlari ham o'ta ham zo'r holatda do'stlar. Orqasiga ham va oldiga ham bunaqangi matviy plyonkalar tortib qo'yilgan. Orqasini ham kamida 20.000 30.000 so'mga tortadi. Oldidagi do'stlar 30.000 so'm 40.000 so'mga tortadi. Bunisi ham pluslarga bitta chexol, konkretni chexolda ham qo'yib beramiz. Hammasi bo'lib do'stlar, atiga 2.200.000 so'mga S10 5 do'stlar. Holati ham zo'r holatda, yoqmaslikda iloji yo'q telefonimizda. Xo'p. Tepadagilarni ko'rsatib ketdim. S22 do'stlar, koreyskisi ham hozirgi kunda 260-280 dollargacha sotilyapti. Sizlar uchun yevro ikkita sim kartaligini 240 dollarga qo'yib beramiz do'stlar. S22 yevro variantda. Holatlari oz-moz g'ilof izlari bo'lishi hisobiga. Endi ideal holatdagisi do'stlar, korobka dokumentigacha bor. 256 talik variant e'tibor beradigan joy. Ikkalasi ham 256 variantda. Ikkita sim kartali S22 yevrolarimiz do'stlar. Bunisini 270 dollarga qilib beramiz. Samsung modellarini eng kuchli va eng ixcham telefonlardan hisoblanib turgan S20 modelimiz do'stlar. Holatlari rabnoy holatda, ayni son xudolasi yo'q telefonimiz ishlash bo'yicha. Xo'p, 12 operatorga 128 variantda bo'ladi do'stlar. Buni narxini 2.100.000 so'mga qilib beramiz. 230 dollargacha hozirgi kunda internet magazinlarda sotilayotgan telefon 2.100.000 so'mga. S21larimiz do'stlar. S21imiz ham yevro varianti bor. 225 dollarga qilib beramiz do'stlar. Ikkita sim kartali, ya'ni 8 ga 128 varianti bo'ladi. Endi koreyskisi bor do'stlar. Holati o'rta hol, lekin ayni soni yo'q, to'liq rabnoy holatda ishlashlariga garantiya beramiz. Narxini atiga 2.100.000 so'mga do'stlar foydalanib qolsalar bo'ladi. 2.100.000 so'mga S21 taklif qilyapmiz sizlar uchun. Qarilgan, cho'qilgan, singan joylari yo'q telefonning. Endi holati zo'rin do'stlar, 210 dollarga taklif qilamiz.
S20 do'stlar, S20 plusimiz bu. Bunaqangi chiroyli svetda va holatlari o'ta ideal holatda 12 operator 256 xotra ham o'yin uchun, ham kamera uchun, ham ishlatgani shu ustrik kuchli telefon so'raganlar uchun bemalol taklif qilaveramiz do'stlar. Telefonimiz narxini $220 ga qo'yib beramiz. Buni ham S20 5G, S20 Plus. Xo'p, 20 lar tugatib qo'yaylik do'stlar. Endi yana bitta foydalanib qolsa bo'ladigan telefon do'stlar, ancha-muncha joyda qiyin bunaqa narxga topishinglar do'stlar. S20 Ultra modelimiz do'stlar, ayni son xudo xolasa yo'q ishlashi bo'yicha ozmoz soyasi bor. Soyasini ham ko'rinsa agar ko'rsatib qo'yamiz, yaqinroq olib bering. Mana harflarni nimasi chiqib qo'ygan, lekin qora fonda bilinmaydi, bilasizlar. Narxiga bitta baho berasizlar do'stlar. 2,50 ming so'mga qilib beramiz. 2,50 ming so'mga S20 Ultra modelimiz imejidan o'tgan ozmoz soyasi bor. Shuni hisobiga do'stlar, ekran narxi hammasini aytganda. Xo'p, S22 Pluslarimiz ham har xil narxda, har xil holatda mavjud. Xo'p, telefonimiz to'liq ravnoy holatda, ayni son yo'q, faqat ozmoz g'ilof izlari bor ekan, u abodoylarida ichcha nimalar bor ekan, lekin ekranlari top-toza, fo'moni yo'q. Xo'p, 8256 variantda 4,5 mAh batareykaga ega $330 gacha hozirgi kunda ideal holatdagi sotilyapti do'stlar. Sizlar uchun buni $260 ga S22 Plus. Xo'p, e'tibor berib turasizlar, $260 ga ham bor. Bunisi endi ideal holatdagisini so'raganlar uchun S22 narxida qilib beramiz do'stlar, $280 ga. Xo'p, demak $260 ga ketdi, $280 ga ketdi. Endi $215 ga ham S22 Plus telefonimiz bor do'stlar. Holatlari ko'rib turibsizlar. Yaxshi zo'r holatda, to'liq ravnoy holatda. Telefonimiz arzonligining sababi mana. Xo'p, mana shu yerda mana chaqnagan joyi bor, mana. Bir qator Telegramdan chiqsanglar, har bir telefonda alohida video yozuvni bo'ldi. Mana shu ayb nuqsondan boshqa yo'q. Ustiga stiker ham qo'yib qo'yilgan, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Yillab xizmatlarni qiladi bo'lsa, $215 ga S22 Plus. Aytganda S20 narxida 22 Plus. Xo'p, S21larimiz ham arzonroqdan boshlaylik. $265 ga ozmoz soyaliga bor. $265 ga S21 Ultra modelimiz. Xo'p, $300 ga ham bor do'stlar. Hammasi holatiga qarab, bu ham to'liq ravnoy holatda, ayni soni yo'q bo'lsa $300 ga. Endi 16 operatorlik bor do'stlar. Keraksa zakazga ham chaqirib bo'lmaydigan. Holatlar ideal holatda 16 operatorga 500 megabaytlik yarim terabaytli Instagram qilamiz do'stlar. $335 ga qilib beramiz sizlar uchun. Endi xuddi shuni yevrosi ham bormi deganlar uchun do'stlar, 256 variantdagi yevrosi kamdan kam bo'ladi. Hamma yevro partiyani kam bo'lmasa ham qimmatroq bo'ladi. Sizlar uchun do'stlar $350 ga do'stlar S22 Ultra 256 variantda yevro ikkita sim karta podeshga qiladi. Ikkala sim kartasi ham imejidan o'tganini taklif qilamiz. Xo'p, bu karobkamizda do'stlar hozirda video olinayotgan S24 Plus telefonimiz bor. Yevro varianti bu ham 12 operatorga 256 xotira. 24 ni narxida qilib chiqarib beramiz do'stlar. $550 ga S24 Plusda ikkita sim kartaligini qilib beramiz. Xuddi shu telefonda video olinyapti. Hozir kashfasiga bir qator baho berib qo'yasizlar. S22 Ultra yevro variantda ikkita sim kartali 12 operatorga 256 bu ham karobi dokumentlari bor. $420 ga. Xo'p, endi iPhone'larimizga o'tamiz do'stlar. iPhone'larimiz ham kelishiga qarab narx qo'yib beryapmiz. Hali qaysidir balandroq bo'lishi mumkin, qaysidir arzonroq bo'lishi mumkin. Yoqqanini xudo xolasa tanlab vaqtida bo'laveradi. iPhone 7 Plus modelimiz do'stlar. Ayni son xudo xolasa yo'q. Telefonimiz ekranlari ravnoy holatda, batareykasi 100 usulini qilib alishtirib qo'yilgan, ishlatishga tayyor. Mana shu yerdagina ozgina tayyorda. Mana bitta stiklo bilan bilinmaydigan narsa, lekin 180 variantda 7 ni narxida qilib chiqarib beramiz do'stlar. Narxiga e'tibor berasizlar. Narxini 850 ming so'mga qilib beradi do'stlar. Foydalanib qoling. 850 ming so'mga iPhone 7 Plus. iPhone 8 Pluslarimiz do'stlar har xil holatda, har xil narxda bor. 1,4 ming so'mga ham bor, 1,6 ming so'mga, 1,5 ming so'mga ham bor. Holatiga qarab har birini qaysi narxdagisi ma'qul keladigan bo'lsa, Telegramda yozsanglar, holatini ko'rsatamiz. Ma'qul kelsa, bemalol zakaz qilishinglar mumkin. Yoki do'konga kelib olib kersanglar ham bo'laveradi. Barter xizmatimiz ham bizdan mavjud, faqat do'konga kelsanglar bo'ladi barter. Xo'p, do'stlar, 71 yonkisda 64 tali variantda tesak turda hamma ishlaydi. iPhone XS telefonimiz 1,7 ming so'mga. Yana do'stlar, yana bitta budjetli klassdagi iPhone XS modelimiz bor. Face ID'si ishlamay qoldi, nimaligini bilmay qoldik. O'zimiz ham
Xo'p, telefonimiz holatlari zo'r holatda. Telefonimiz arzonligi sababi Secret iClouddan yechilgan. Shuni hisobiga 900 ming so'mga qilib beramiz. Wi-Fi da ishlatsanglar bo'laveradi. Masalan, uyda Wi-Fi bo'lsa, 2S ishlatmoqchi bo'lganlar uchun, kamerasi tiniq, shustri telefon ishlatmoqchi bo'lganlar uchun taklif qilaveramiz 900 ming so'mga. iPhone XS 1.950 ming so'mga oqini qilib beramiz. Batareykasi adashmasam usulenli edi. 64 talik variantda. Xo'p, XS Max'larimiz do'stlar 2.200 ming so'mga 84-64 talikni qilib beramiz. Xo'p, batareykasi usulenli 256 talikni do'stlar 2.400 ming so'mga XS Max Gold'ni 2.400 ming so'm, bunisini 2.200 ming so'mga qilib beramiz. iPhone 11'larimiz ham har xil narxda, holatlari har xil holatdagisi bor. iPhone 11 70 adashmasam batareykasi usulenli esdan chiqib qoldi. Batareykasi 64 talik variantda, lekin Face ID'da hamma yo'q bor. Narxini 200 dollarga qo'yamiz. 200 dollarga ham iPhone 11 olishlar mumkin bizdan. Qizilini do'stlar, qizilini so'rasanglar 81-108 talik variantda, telefonimiz to'liq ramli holatda hamma yo'q ishlaydi. 235 dollarga qilamiz. Xo'p. Ikkita bor yana, bir xil pashti bir xil yo'nkisi 81 va 82 yo'nkisi holatlari to'liq ramli holatda va egasi yo'qolgan tana holatda. Qorasida so'raganlar uchun taklif qilamiz. 235 dollardan iPhone 11 telefonlarimiz mendan o'tgan holatlari zo'r holatdagisi bu. Holatiga qarab ko'rdinglar, 200 dollarga ham bor, undan arzonga ham bor. Hozir yana bitta 12 qo'yib beramiz, undan ham foydalanib qolsanglar bo'ladi. Videoni kuzatishda davom etinglar. Yaxshi arzon narxda iPhone'larimiz endi keladi bo'lsa. 91 yo'nkisida 108 talik variantda XR do'stlar, bunaqangi chiroyli svetda, ham yo'nkisi ham batareykasi baland, holatlari ham zo'r holatdagisi do'stlar, sizlar uchun 2.200 ming so'mga qo'yib beramiz. iPhone 11 Pro to'liq ramli holatda, ayni son xuddi holasa yo'q, 71 yo'nkisida, faqat yo'nkisi past, holasizlar alishtirib olasizlar, mashina ishlasanglar bo'laveradi. 64 talik variantda, holatlari zo'r holatda. Buni narxini do'stlar 2.800 ming so'mga qilib beramiz. Adashmasam 230 dollar atrofida bo'ladi. Xo'p, iPhone 11 Pro do'stlar Gold svetda, holatlari zo'r holatda, ayni soni xuddi holasa yo'q. Ishlash bo'yicha batareykasi 100 usulenli o'zimiz alashtirib qo'ydik. Yaxshi usulenli kuchli batareykadan qo'ydik va 64 talik variantda. Plus tomoni korotka dokumentigacha bor telefonimiz. Narxiga e'tibor berasizlar, 245 dollarga do'stlar. 245 dollarga 11 Pro Gold korotka dokument batareykasi usulenli tayyor ishlatishga 245 dollarga. Xo'p, 11 Max telefonimiz 91 yo'nkisida 256 talik Face ID'si ishlamaydi. 250 dollarga qilib beramiz do'stlar. Foydalanib qolsanglar bo'ladi bundan. Xo'p, Face ID'si nimadan ishlamay qolgan, to'g'risi bilmadik, lekin ekranlar yaxshi ramli holatda. XR telefonimizga 16 Pro port saqlagan 87-256 talik variantda. Telefonimiz narxini 2.100 ming so'mga qilib beramiz. 2.100 ming so'mga XR 16 Pro taqilgan. Xo'p, endi mana iPhone 12 keldi. iPhone 12 76 yo'nkisi 64 talik telefonimiz. Ayni son xudo xolsa yo'q, arzon narxlar bilan chiqarib beramiz. Sababi mana bilmaydiganlar ko'rsatib o'tib ketaylik. Bu ham bir ma'lumot. Основныйga kirasizlar. iPhone tekshirmoqchi bo'lganlar основныйga kirasizlar. Mana Obetum устройство. Xo'p, istoriya detal turadi. Mana yerda hech narsasi alishmagan bo'lsa, mana yerda yozib turmaydi. Endi bunga bitta esinglar, alishgan narsasini biladi. Mana displey alishgan deyapti. Galochkali, ya'ni servisda alishgan, bu garantiyali ramli ekranda xullas. Garantiyasini qilib beramiz bu telefonimizni va batareyka 80 dan tushgandan keyin bunaqa yozuv chiqib qoladi, akkumulyator yozuvi. Bo'ldi. Xullas, ekranni almashgan, lekin ramni yaxshisiga servisda alishgan. Batareykasi 76, 64 talik Face ID'da hamma yo'q ishlaydi. Hamma yo'q garantiyasini qilib beramiz. Telefonimiz narxini do'stlar atiga 2.350 ming so'mga qilib beramiz. 11 narxida ham emas. Bunaqangi telefon kamdan kam keladi, arzonroq oldik, arzonroq qo'yib beryapmiz. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. iPhone 12 76 64 talik 2.350 ming so'mga. iPhone 12larimiz do'stlar, endi holatlari zo'r holatda, 80 yo'nkisi 64 talik variantda. Ayni son xudo xolasa korotka dokumenti ham kelish ehtimoli bor, xudo xolasa keladi. 260 dollarga qo'yib beramiz do'stlar. iPhone 11da kelsa narxida. Xo'p, 80-64 talik variantda hamma yo'q ishlaydigan iPhone 12 telefonimiz do'stlar. iPhone 12 91 yo'nkisida, endi batareykasi alishgan bo'ladi, sababi 91 yo'nkisidagi u bo'lishi mumkin emas, xulosa. Lekin nima, ошибкалari yo'q. Masalan, telefonda o'zi ошибкалari yo'q. Amerika region 91 yo'nkisi 64 talik. Holatlari omad zo'r holatda desak bo'laveradi. Tesaytirda hamma yo'q ishlaydi, garantiyalar bilan qildiramiz. 275 dollarga beramiz.
Endi yana bitta foydalanib qolsa bo'ladigan narsa do'stlar. Bunaqa narxga kamdan kam keladi. iPhone 13 telefonimiz do'stlar, e'tibor berasizlar, holatlari zo'r holatda, xudo xolasa. Har $160, 1.900.000 so'mda bo'ladi. 80 yonkisda 128 talik variantda. Telefonimiz arzonligining sababi mana chaqnagan joyi bor. Bo'ldi. Xohlasanglar bitta stiklov ishlatasizlar, xohlasanglar ustiga oynasini alishtirib olsanglar bo'laveradi. Telefonimiz bez imeyka 1.900.000 so'mga. Masalan, imeyka qilib ustigini alishtirsanglar ham o'ta ham arzon narxga tushib qoladi telefonimiz. Xo'p, Rossiyadagilar masalan chetga chiqib ketadiganlar olib ketib o'z nomiga registratsiya qilsa, undan ham arzonga tushib qoladi bo'lsa. iPhone 13 mana ideal holatdagisini so'raganlar uchun do'stlar $400 qilib beramiz. 87 128 talik variantda do'stlar. $350, $330 ham sotyapmiz. Endi mana ko'ryapsizlar, 1900 ga ham sotyapmiz. Holatiga qarab endi. Bu telefonni ushaysizlar. Xudo xolasa yangi holatda desak bo'ladi. Ideal holatda iPhone 13 $400 ga do'stlar. Endi yana bitta foydalanib qolsa bo'ladigan telefonimiz do'stlar. Hadam telefon berdi. Bunaqa telefonlarni o'tkazib yubormoqchi bo'lmaganlar, o'tkazib yubormaslik uchun, ya'ni Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'ysanglar, har bir telefonni kelganda yangi issiq Telegram kanalimizga joylaymiz. Telegram orqali chiqsanglar, har bir telefonni yangidek kelganda olish imkoniyati bo'ladi sizlarda. Sababi masalan YouTube'ga video qo'ysak, bir hafta, 10 kun, kerak bo'lsa 15 bir oy bo'lib ketyapti, lekin Telegramda kunligini kunda qo'yib boramiz. Muntazam ravishda Telegramda kuzatib boringlar. Shuning uchun Telegram kanalimizga qo'shilib qo'yinglar, video kommentariyasida Telegram kanalimiz. iPhone 14 endi e'tibor beradigan joyi do'stlar. Holatlari ideal holatda. iPhone 14 bunaqa chiroyli svetda, bu ham bez yemeyki holatda. 88 128 variantda. Narxiga e'tibor berasizlar do'stlar. Holatlari ham zo'r, oynalari ham abdullah, hamma yo'q toza telefon do'stlar. Narxini $310 ga beramiz do'stlar, bez yemeykalik uchun bo'ldi. Chetga chiqib ketadigan bo'lsanglar, masalan 100 ming so'mdan 100 ming so'm bitta yemeykasini qilib olsanglar bo'ldi. Mana bu telefonni kiretib o'zingizlar registratsiya qilib kirasizlar. 100 ming so'm bitta yemeyka, ya'ni $10 ga $320 ga iPhone 14 88 yonkisida 128 ideal holatga olyapsizlar do'stlar. Endi mana imeykadan o'tgani holatlari yaxshi, zo'r holatda 85 128 talik do'stlar. Sizlar uchun $410 ga qo'yib beramiz iPhone 14. Xo'p, iPhone 13 Pro 78 yonkisida 128 talik ayb nuqson xudo xolasa yo'q, telefonimiz to'liq rabniy holatda. Narxini $435 ga beramiz. Xo'p, yana bitta foydalanib qolsa bo'ladigan narsa endi. Bu ham bezimeyki holatda iPhone 12 Pro Max telefonimiz 93 yonkisida batareyasi almashgan bo'ladi. 512 talik yarim terabaytli telefonimiz. Buni displey yozuvi bor, buni ham ekran rabniga alishgan. Lekin narxi ancha arzon narxda do'stlar. Narxiga e'tibor berasizlar. $265 ga iPhone 12 Pro Max 93 yonkisida 512 talik bezimeyki holatda. 12 Pro Max'gina, endi 13 Pro Max'larga keldi. 78 256 talik variantda. Ayni sonli holatlar zo'r holatda. Tezay turib hamma yo'q bor, hamma yo'q ishlaydi telefonimiz narxiga. Iloning bo'lsa $560 ga qo'yib beramiz. Xo'p, yana bitta telefonimiz, bu ham $560 ga chiqarib beraveramiz. 89 yo'qsa, bunisi Amerikadagi holati haqiqiy A+ holatda. Egasi yoqadigan holatda 13 Max telefonimiz 128 talik variantda. To'liq ma'lumotni Telegramdan olsanglar bo'ladi. Telefonimiz narxini $560 ga beramiz. 89 yo'qsida bu. Xo'p, 14 Max ga keldik endi do'stlar. 14 Max telefonimiz to'liq rabniy holatda 82 yo'qsida 256 talik variantda. Xo'p, ayb $90 ga karakter dokumentgacha bor telefonimiz. Adashmasam G-SIM ham imekidan o'tgan edi. Telefonimiz narxini $660 ga beramiz. $660 ga 256 talik. Kerak bo'lsa 108 talikdan ham bundan narx. Shu narxga yoki bundan balandga olishingiz mumkin. Xo'p do'stlar, iPhone 15 Pro 87 128 talik variantda G-SIMini ham o'zimiz o'tkazib qo'ydik. Kabeligacha bor, korobka hujjat kabeligacha bor. Holatlari ideal holatda, ayb nuqsoni yo'q. Garantiyalar bilan qilib beramiz. $715 ga qilib beramiz do'stlar. $715 ga iPhone 15 Pro. 15 Max telefonimiz do'stlar, holati o'ta ham zo'r holatda. Tanaqdan olib qo'ygan sizlar uchun 86 256 talik variantda. Buni ham G-SIMgacha o'tgan, bitta tochkasi yo'q telefonimizda. Korobka hujjat kabeligacha bor buni ham. Narxini $850 ga beramiz do'stlar. $850 ga xudo xolasa narxiga arziydigan telefon. Xo'p, endi bitta yangilarimiz ham bor, uni ham ko'rsatib qo'yaylik, foydalanib qolsa bo'ladigan telefonlar chunki. Rабочий A16 larni ham do'stlar ko'rdinglar, 1.650 1.700 dan sotyapti. Sizlar uchun do'stlar
Bu ham skidka narxda A16 vakuum ochilmagan holatda 4 ga 1.8 variantda qo'linglarga ochilmagan yetib boradi. 1.850.000 so'mdan. Pochta qilib bo'lsanglar 35 ming so'm atrofida pochta xizmati qo'shiladi. Do'konga kelib olib ketsanglar 1.850 dan qilib beramiz. Bu narxlarda. Xo'p, A14, Note 14larimiz ham bor. Qolganlarni, yangilarni tashlaganmiz. Note 14lar foydadagi. Xo'p, skidkadagi telefonlar qo'yib beryapmiz do'stlar. Rabuchisini ham ko'rdinglar. Bez zaryadchini ham kerak 1.700 sotilyapti. Sizlar uchun yangi ochilmagan vakuum holatdagisini do'stlar 1.950.000 so'mdan qilib beramiz. Ochilmagan vakuum holatda 6 ga 1.8 variantda Redmi Note 14larimiz. Qolgan ma'lumotlarni Telegramda olsanglar bo'ladi. Ozroq ketgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Videomiz keyin tarqalishi uchun, bizga yordam bo'lishi uchun ozroq mehnat qadrlangan holatda bitta layk bilan kommentariy yozib qo'ysanglar xursand bo'lib qolamiz. Manzil Andijon viloyati Shahron shahar Makro supermarketida 2-etajda joylashgan. O'zbekiston bo'ylab dasturlarimiz mavjud. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.